Rasululloh qazo qilibdilar, Umar. Rasulullohning vafotini eslasak, birodarlar, boshqa hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi. Rasululloh aytganlar, kimlarga kimlarga bir musibat kelsa, meni vafotimni eslasin. Chunki meni vafotim oldida bu musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Rasulullohning o'tib ketganligini o'ylasak, birodarlar, dunyodagi hech qaysi musibat emas. Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor? Biz Rasulullohning ketganligini, musibatligini nimaga his qilmayapmiz desa, ha u zotni tanimaganmiz hech qachon. Otangiz otasini gapirib yig'laydi, siz yig'lamaysiz. Nimaga desa, otangiz otasini tanirdi-da, siz tanimasangiz. Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangizni aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'p ham tanigan emas-da. Rasulullohning o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz, birodarlar, u zotni yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohning vafot qilganligi deb aytadi.